Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz boshlang'ich ta'limda innovatsiya fani. Birinchi mavzumiz boshlang'ich ta'limda innovatsiya fanining predmeti, maqsad va vazifalari. Ma'ruzachi boshlang'ich ta'lim kafedrasi o'qituvchisi Jovliyev Jo'rabek. Hurmatli talabalar, mavzuni yozib oling. Rejalar qismiga o'tamiz. Reja fanning maqsad va vazifasi, fanning predmet va metodologiyasi. 3-reja ilmiy tadqiqot metodlari, ularning tasnifi. 4-reja boshlang'ich ta'limda innovatsiya fani. Hurmatli talabalar, rejani yozib oldingiz. Endi esa darsimizning foydalangan adabiyotlar ro'yxati bilan tanishamiz. Birinchi darsligimizning asosiy adabiyoti Muxtorova, Qulmo'minov, Erdanova, Jovliyev, Boynazarova, Abdunazarovalarning boshlang'ich ta'lim pedagogikasi darsligi. Muxtorovaning boshlang'ich ta'lim pedagogikasi innovatsiya va integratsiya o'quv qo'llanmasi. Mavlonova, Rahmonqulovani boshlang'ich ta'limni integratsiyalashgan pedagogikasi o'quv qo'llanmasi bugungi darsimizning asosiy adabiyotlari hisoblanadi. Bugungi darsimizda hurmatli prezidentimizni so'zlari bilan boshlaymiz. Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish eng muhim vazifamizdir. Innovatsiya bo'lmas ekan hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo'lmaydi. Bu sohadagi o'zgarishlarni xalqimizga keng targ'ib qilmasak, odamlarda ko'nikma paydo qilmasak, bugungi davr shiddati fan texnikaning mislsiz yutuqlari bilan hamqadam bo'la olmaymiz. Shavkat Mirziyoyev birinchi taqdimotimizda asosiy bosqichiga o'tyapmiz. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi haqida so'z yuritadigan bo'lsak, bizning fanimizning asosi hisoblanadi boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. Shuning uchun aziz talabalar, boshlang'ich ta'lim pedagogikasi haqidagi fikrlarimizni yangilab, xotiramizni yangilab olishga bag'ishlanadi bu taqdimot. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalash, ularga ta'lim berish, ularning o'ziga xos psixologik hamda fiziologik xususiyatlarini tadqiq etish, shuningdek ularni intellektual, ma'naviy, axloqiy va jismoniy jihatdan kamolotga yetkazish masalalarini o'rganadi. Undan keyingisi didaktika, ta'lim nazariyasi. Yunoncha didaktikos o'rgatuvchi, didaktiko o'rganuvchi, ta'limni nazariy jihatlari, ta'lim jarayonining mohiyati, qonun va qonuniyatlari, tamoyillari, o'qituvchi va o'quvchi faoliyati, ta'limning maqsadi, mazmuni, shakli, metodi, vositalari, natijalari, ta'lim jarayonini takomillashtirish yo'llari kabi masalalarni tadqiq etadi. Innovatsiya so'zining ma'nosiga keladigan bo'lsak, innovatsiya so'zi lotin tilidan kelib chiqqan bo'lib, yangilik kiritish degan ma'noni bildiradi. Innovatsiya tushunchasini birinchi marta AQShda 20-asrda madaniyatshunos olimlar tomonidan aniqlangan va paydo bo'lgan. 20-asr boshlarida biror bilim sohasiga yangilik kiritish va qo'llash fani yuzaga kelgan. Bu so'z innovatsiya dastlab mahsulot ishlab chiqarish sohasida texnik yangiliklarni kiritish qonuniyatlarini o'rgangan. 30-yillarda AQShda innovatsion firma siyosati, innovatsion jarayon atamalari paydo bo'ldi. 60-70-yillar g'arbda firmalar va boshqa korxonalarda amalga oshirilayotgan yangiliklarni tekshirish keng quloch yoydi. Innovatsiya boshlang'ich ta'lim pedagogikasining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, unda mazkur fanga doir yangiliklar, yangi g'oyalar, yangi yondashuvlar va yangi texnologiyalarni tatbiq etish nazarda tutiladi. Zero boshlang'ich ta'limda innovatsiya fani boshlang'ich ta'limda amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya asoslari, undagi innovatsiya va integratsiya jarayonlarini o'rganadi, amaliyotga tatbiq etadi hamda bo'lajak o'qituvchilarni mazkur fan bo'yicha kasbiy tayyorlaydi. Fanning maqsad va vazifasi boshlang'ich ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining poydevori hisoblanadi. Chunki aynan shu bosqichda bolaning shaxs sifatida shakllanishi, bilishga bo'lgan qiziqishi, tafakkuri, dunyoqarashi va ijtimoiy faolligi yuzaga chiqadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida boshlang'ich ta'limdan kutilayotgan asosiy natija faqatgina bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, balki o'quvchining mustaqil fikrlashi, muammoni anglash va yechim topa olishi, ijodkorlik, muloqotga kirisha olish, o'z fikrini asoslab bera olish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishdan iboratdir. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya fanining predmeti pedagogik jarayonda yangicha yondashuvlar, ta'lim texnologiyalari, metod va usullarini qo'llash orqali o'quvchilarni bilish faoliyatini rivojlantirishdan iboratdir. Fanning metodologiyasi fanning kelib chiqish tarixi va qaysi fanlar bilan bog'liqlik ekanligini ko'rsatib turibdi. Mana metodologiyada ham ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Pedagogika,
psixologiya, falsafa va ijtimoiy fanlarning umumiy ilmiy tamoyillariga asoslanadi. Biz innovatsiya tushunchasini yana bu yerda qayta yana ko'rib o'tishimiz mumkin. Inga novus yangilanish, o'zlashtirish, qandaydir yangilikni kiritish, yangini joriy qilish, yangilik kiritish ma'nolarini beradi. Undan keyingisiga Nishon Aliyevning fikri bor. Innovatsion o'zgarishlarni sezish, anglash har qanday o'qituvchiga xos bo'lavermaydi. Bu yerda asosiysi o'qituvchining o'zi yangiliklarni sezishga psixologik jihatdan tayyor bo'lishidir. Hozirgi paytda o'qitish jarayoniga qanday talablar qo'yilmoqda? Sifat, ommaviylik va samaradorlik. Ta'lim jarayoni shaxs rivojlanishiga yo'naltirilganligi ta'lim sohasidagi taraqqiyotdir. Innovatsion texnologiyalarning mohiyati. Innovatsiya ingliz tilidan olingan bo'lib, yangilik kiritish degan ma'noni bildirsa, innovatika yangilikni yaratish, qonuniyatlarni o'zlashtirish va targ'ibotini o'rganadigan fan. Innovatsion jarayon yangilikni kiritilishi, shart-sharoitlar tizimini yangi sharoitlar ko'rsatkichlari muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlovchi o'zgarishlardir. Mana bu yerda novator tushunchasi bor. Yangilikni qabul qilish va uni amalga oshirishga tayyor shaxs deb beradi. Ta'limda innovatsiya, ta'lim tizimida yoki o'quv faoliyatida innovatsiyalarni qo'llashda sarflangan mablag' va kuchdan imkon qadar eng yuqori natijani olish maqsadi ko'zlanadi. Innovatsiya tushunchasini ko'rib o'tdik. Asosiy farqlari innovatsiya va novatsiyani. Mana bu yerda esa innovatsion faoliyat haqida gap ketadi. Kaminskiyning fikrlari bor. Darsimizni qiziqarli qilish uchun salomlashish odobi zehnli matn didaktik mashqi bor. Bunda to'g'ri, noto'g'rilari beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzuni o'zlashtirdingiz deb o'ylayman.